Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, rahmatli kanalini ashaddiy muxlislari akalar, bugungi kunimiz hafta kunlariga yakshanba kuni 23-mart sanasi Namangan shahar yoshlik bozorida hayvonlar narxi bilan inshaalloh qo'ldan kelgancha tanishtirib boramiz akalar. Birinchi qo'ramiz Umidjon ukamizning qo'rasi qo'chqorda lekin go'zallarni olib kelib qo'yibdilar. Badallari ham o'zi ola go'shtga yetib kelgan. Bir so'z bilan aytganda akalar, ozgina emlab turib, qurvolliqgacha emlab qo'ysangiz, chiroyli baraka qilaveradigan go'zal qo'chqorlar ekan akalar, Alloh xolasa. Umidjon nech bosh bular? Bu yerda nech bosh? Bu yerda 20 bosh. 20 bosh. Yosh oyligi necha oylik bular? Yosh oyligi 12 oylik bo'ladi. 12 oylik atrofida. Tish yorishga yaqin, hali yormagan a? Hali yorgani yo'q. Hali yormabdi akalar. Qo'ylar lekin go'zal ekan hammasi. Junlarni ham nolga olib qo'yishibdi. O'ta go'zal hammasi. Xohlasa aloqa chiqarasiz. Narxi necha betyapsiz, jura? Qimmat. Narxini. Narxini 5 milliondan beryapti. 5 milliondan. Kamini kelishtirib beriladi. Kamini kelishtirib. Dastlabki xizmatlarni ham qilib bersa bo'ladi. Bir joyga konkretni bo'ladigan narx necha pul? Shuni aytaylik. 47 dan 47 dan kamayib ketadi. Ko'payib ketadi, ha. Kamayib ketadi deyman. Ko'payib ketadi. Ha, so'rab turgandan keyin so'rayapti. Qo'ylar savdosi bo'lyapti. Bundan narxi 5 dan narx aytyapsan. Tanlab olish. Tanlaydigan yo'q ekan o'zi. Bitta yarimta. Bir chekkadan olarish kerak ekan. Bir chekkadan oladigan qo'ylar ekan. Bog'ala qo'lni bering. Akalar bir so'z bilan aytganda, 4 million 100 dan berasiz. ana 4 million 100 mingdan savdoni boshladilar ekan. Xudo xolasa. O'zi. Ana savdo akalar. Nech pul bo'ldi hoji aka bir joyga? 200 mingdan bo'lsa, Nechta soni? 5-6 ta olaram. 5-6 ta. Ha, 70 kilo ko'proq olgan qo'ylar. 70 kilo chiqadi xudo xolasa kamida. 2 kilo ko'proq. 8 kilosi ham bor, 70 kilosi ham bor. Shu narsa. 4 million 200 dan bo'ldimi? 4 million 266 mingdan to'g'ri kelibdi. Ya bu akalar. Akalar navbatdagi partiya qo'ylarimiz mana shu ukamiz qo'ylari. Uka bular qaydi qo'ylari? Vohaniki. Vohaniki o'zimizniki, O'zbekistonniki. Yosh oyligi necha oylik atrofida? 10 oylik atrofida qo'zilar. O'zi hali. Ay, yaxshi gap yo'q. Nech pul narx aytyapsiz bular? Optimi 4,5 dan deyapti. 4,5 dan kami bor. Bu yerda nechta soni? 13 ta. Qo'ylar omma yemini yeb turgan akalar. Go'zal ekan emas, xudo xolasa. 13 bosh 4,5 million so'mdan bir joyga bo'lsa nech puldan beradi? Bo'ladigan narx. Kelishtirib ayting. 43 dan beramiz. 4 million 300 dan. Kelishtiring yana. 42 dan 4 dan. 4 dan. 4 dan bering. Telefon qilishadi xudo xolasa. Ha? 4 dan berasiz xudo xolasa. Akalar 4 dan beradi deyapman, necha qo'shib berishadi deyapti. Xudo xolasa. Nomerni aytib qo'ying. 16 90. Ha, 738 qancha? 738 Hop, 3039. Akalar aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Ilhomjonni qo'ylari akalar, yana mana bu yerda 8-9 boshmi? 9 bosh. Necha oylik bular? 11 oylik atrofida qo'zilar. 11 oylik atrofida narxi. Ha, 4,5 dan deyapti. 4,5 million so'mdan kami bor ekan. Xudo xolasa nomerni aytib qo'ying. 99lik 442 442 37 37 33. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar akalar. Tagi bor-a? Yana bor, serobchilik ekan.